Hop, 3649-misoldan 3651-misolgacha. 51-misolni ishlaymiz. T'ning qanday qiymatlarida hop mana shu tenglama musbat ildiziga ega bo'ladi. Musbat ildiz degani 0 dan katta. Avval mana buni soddalashtirib olamiz. Ya'ni tenglama bo'lgani uchun x qatnashgan ifodani bir tomonga, x qatnashmaganlar bir tomonga o'tkazib olamiz. Mana burada x bor, buni bu yoqqa o'tkazishimiz kerak. Ana bunda x yo'q, buni bu tomonga o'tkazamiz. Demak, tenglama hosil bo'ladi. 5x minus 8x teng bu tomonda 4t plus 8. Bundan x qavisini tashqariga chiqaramiz. 5t minus 8 teng bu tomonda 4t plus 8. Endi x topadigan bo'lsak, kasr hosil bo'ladi. Mana 4t plus 8 pastda 5t minus 8. Mana bu shu tenglama musbat ildiz bo'lsin degan, mana shu 0 dan katta degan. Bunday kelib qolsa, suratda mahrajni alohida 0 ga tenglaymiz deganmiz. Ya'ni 4t plus 8 teng 0, 5t minus 8 teng 0. Bundan mana t'ni topsak, plus 8 minus bo'lib ketadi, 4 ga bo'lsa minus 2. Bundan t'ni topadigan bo'lsak, plus 8 bo'ladi, 8 taqsim 5 mana. Endi oraliqni topamiz mana. Hop, minus 2, 8 taqsim 5. Minus 2ning chap tomoni, minus 2ning chap tomonida minus 3, minus 4 va hokazo ketgan mana. Endi mana t'ning o'rniga minus 3 qo'yib ko'ramiz mana t'ga. Minus 3 qo'yamiz, pastga minus 3. Birinchi belgi. Hop. T'ning joyiga minus 3 qo'ysak, 4 ni minus 3 ga ko'paytiramiz. Minus 12. Minus 12 ga plus 8 minus 4. Demak, tepa minus bo'ldi. Pastda 3 ni minus 5 ga 5 ni minus 3 ga ko'paytirsak minus 15, minus 8 minus 20. Demak, bu ham minus bo'lar ekan. Hozir bu yerda 4 ta 5 ta plus 8. Mana bu tamam plus bo'ldi. Endi 0 qo'ysak, t'ga 0 qo'yib ko'ramiz. Hozir mana bu narsani ishlayapmiz xullas. Shunga 0 qo'yib ishlayapmiz. 4 kere 0 0, 5 kere 0 0 ve minus 8 plus 8 minus bo'lib ketadi ortda. Bu tomonga 2 qo'ysak bo'ladi. 4 kere 2 8, 8 dan 8 ayirsak 0. Bu 3 qo'yib ko'raylik. 3 qo'ysak 4 kere 3 12, 12 dan 8 ayirsak 4 bo'ladi. Plus past o'z-o'zidan plus. Demak, bu tomon plus. Demak, bizda 0 dan katta degan plus. Demak, bu yerga yozamiz. Minus cheksizlikdan minus 2 gacha birinchi oraliq. Shu birlashma bo'ladi. 8 taqsim 5 da mana A javob ekanda mana. Ishla o'tmasak ham bo'ladi. Hop, keyingisida 52 53 da. 52-misolni ishlasak, mana shu a'ning qanday qiymatlari tenglama demak. Tenglama degani uchun bu birinchi qavslarni ochib olishimiz kerak. 8x bo'ladi minus 8a hop teng ax plus 7. X borlarni chapga o'tkazamiz, x yo'qni o'ngga o'tkazamiz. Ve mana bu yerda 8x plus minus bo'ladi. Minus ax bo'ladi teng 7 plus 8a. Bu yerdan x ni topsak, qavschada 8 minus a bo'ladi teng bu 7 plus 8a. Endi x topadigan bo'lsak, 7 plus 8a taqsim 8 minus a. Mana shu minus 1 dan katta bo'ladi. Demak, mana shu tenglamaning ildizi shu minus 1 dan katta bo'ladi. Mana minus 1 qo'yamiz.
Endi bizda agar oldingi misolda 0 edi, narigi tomonda 0 bo'lishi kerak. Uning uchun bu tomonga o'tkazib olamiz. Hop, mana 7 plus 8a. Bu yerda 8 minus a bor. Mana shu endi minus 1 bu tomonga plus 1 bo'lib o'tib ketadi. Katta 0 bo'ladi. Endi mahraj beriladi. Mana bu tepasiga 8 minus a ni berib yuboramiz. Chunki buning mahrajda hech narsa yo'q, 1 bor degan. Hop, endi nima hosil bo'ladi? Mahraj 8 minus a bo'ladi. Tepasida 7 plus 8 a avvaldan bor. 1 ga 8 minus a ni ko'paytsak, plus 8 minus a hosil bo'ladi. Katta 0 bo'ladi. Endi mana bunday qiladigan bo'lsak, 8 minus a mahrajda turadi. Tepada 8a dan a ni ayirsak 7a qoladi. 7 ga 8 plus 15. Katta 0 ifoda hosil bo'ladi. Endi ikkalasini 0 ga tenglab ishlab olamiz. Mana shuni ishlasak, keyin bo'ldi. 0 ga tenglasak, tepasini 0 ga tenglasak, a ni topsak, 15 plus bo'lib ketadi, minus bo'lib ketadi. Minus 15 taqsim 7, mana minus 15 taqsim 7 ifoda hosil bo'ladi. Pastdan a ni topsak, 8 minus a dan a ni topsak 0 ga tenglab, a teng 8 mana. Bu ikkita ildizlar bo'ldi. Endi umumiy javob topishimiz kerak. Buning uchun oraliq qilib chizib olaman. Minus 15 taqsim 7. Hop. Keyin bu tomonda 8 bor. Endi bizga asosan mana bu narsa kerak. Shu narsani tomona belgilangan. Shu narsani endi to'g'ri ishlatib olsak bo'ldi. Oraliqda ishorani mana shuni aniqlaymiz. Chunki oxirida shu narsa chiqdi. A ning o'rniga demak 15 taqsim 7 degan minus 2 minus 2 butundan sal katta minus 3 qo'yib yuborsak bo'ladi. A ning joyiga minus 3 qo'ysak 7 kara minus 3 minus 21 minus 21 ga plus 15 minus 6 bor. Tepa minus. Pastga a ning joyiga minus 3 qo'ysak 8 minusga minus plus 11 plus 11 bo'lib ketadi. Demak tepa minus past plus bo'lsa bu tomon minus ishora bo'ladi. Endi oraliqda 0 bor, ikkalasining o'rtasida 7 kara 0 0 15 qoladi tepadan, pastdan 8. Demak bu plus bo'ladi. Hop, keyin 8 dan katta masalan 9 mi 10 qo'yib ko'rsam 7 kara 10 a ning joyiga 70 15 qo'ysak 85. Pastdan 8 minus 10 minus 2. Demak tepa plus edi, past minus bo'lsa minus ishora olib ketadi. Bizdan so'rayotgan narsa 0 dan katta bo'lishi kerak. Plus oraliq, demak o'zi mana shu oraliqni qo'yib qo'ysak bo'ldi ekan. Javob bo'lar ekan. Hop, endi 54 dan boshlab 61 gachami, 60 gacha ekan. Hop, osonlardan mana 54 da ishlaymiz birinchi. Buning qanday qiymatlarida mana shu tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Yechimga ega bo'lmasi uchun 0 ga bir tomon 0 bo'lishi kerak, keyin 0 bo'lmasi kerak. Hop. Y bor narsani chap tomonga o'tkazib oladi. Chunki noma'lum tenglamada y noma'lum. Demak bu tomondan nima hosil bo'ladi? 2y plus my bo'ladi. Teng bu tomonda 5 hosil bo'ladi. Endi y qavsini tashqariga chiqarsak 2 plus m teng 5. Endi bir o'ylab ko'raylik mana. Hop, chap tomon 0 ga teng bo'lsa, bu yoqda 5 bo'lib qoladi. Agar 5 bo'lsa 0 5 ga teng emas. Ana shunda yechimi yo'q degan. Shuning uchun mana buning o'zini 2 plus m ni 0 ga tenglaymiz. Mana shu m teng minus 2 mana. Javobimiz minus 2 bo'ladi. Endi tekshirib ko'rsak, mana buning o'rniga minus 2 qo'yib ko'rsak, 2 dan 2 ayrilib 0 bo'ladi. Demak chap tomon 0 tenglamani, o'ng tomonda 5. 0 5 ga teng emas.
Shuning uchun yechimga ega bo'lmaydi. Agar mabodo masalan chap tomon o'ng tomon teng bo'lib qolsa, unda esa cheksiz ko'p yechim bo'lib qoladi. Hozir shuning uchun yechimga ega bo'lmay qoladi. Javob -2 degan. 56 deydi. N ning qanday qiymatlarida mana shu tenglama yechimga bo'ladi? Demak, n mana x qatnashgan ifodani bu yoqqa o'tkazamiz. Mana buni bu tomonga o'tkazamiz. Xo'p, mana n kvadrat x -12x bo'ladi. Teng n ning 4-darajasi +29. Bu yerdan x qavsini tashqariga chiqarib olamiz. N kvadrat -12 qolib ketadi. Teng bu yerdan 4-si +29. Demak, chap tomoni 0 ga tenglasak, mana n kvadrat -12 teng 0 desak, bundan minus bu tomonga plus bo'lib ketadi. Endi nani topsak, ilzosida 12. Ilzosida 12 dan 12 degani 4 kare 3 12. 4 dan 2 chiqadi. Plus minuslikda bo'ladi 2 ilzosida 3 degan. Mana bu chap tomon 0 ga teng bo'ldi. Endi nargisi 0 ga teng bo'lmasi kerak. Shundagina cheksiz ko'p yechimga ega bo'lmay qoladi. Agar nargisini ham 0 ga tenglasak, bu tomonni ham 0 ga tenglasak, u cheksiz ko'p yechim bo'lib qoladi. Hozirgisida mana shu 0 ga tengligi uchun bu yechimga ega bo'lmay qoladi. 59 dan m ning qanday qiymatlarida yana tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Yana shu qiladigan vazifamiz x bor narsalarni bu tomonga o'tkazamiz, x yo'qda bu tomonga o'tkazamiz. Demak, mana m ning 4-darajasi x plus 5x bo'ladi, bu tomonga kelsa teng m ning 4-darajasi plus 3. Xo'p, x qavsini tashqariga chiqaramiz. M ning 4-darajasi -5 plus 5 teng m ning 4-darajasi plus 3. Endi mana bu tomon m ning 4-darajasi plus 5 ni 0 ga tenglaymiz. Xo'p, m ning 4-darajasi plus 5 bu tomonga minus 5 bo'lib ketadi. Endi topsak, ildiztagida minus 5 bu 4-ildiztagida. Endi bu yerda hozir 4 soni juft son bo'lgani uchun juft sondan manfiydan ildiz chiqmaydi. Musbat bo'lganda chiqishi mumkin edi, manfiy bo'lgani uchun chiqmaydi. Mana bunda yechimi yo'q degan, mana C javobni olamiz. Xo'p, keyingisi 61 dan 64 gacha. 62sini ishlaymiz. M ning qanday qiymatlarida mana shu tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Xo'p, birinchi mana mx minus 1. Xo'p, birdan o'tkazaylik shuni. X bor narsani birdan olib kelamiz. mx minus x bor, mana bu tomonga o'tib keladi birdan, bu plus x bo'ladi. Teng. Xo'p, bu yerda mana m ning kvadrati m ning kvadrat plus 2m plus 1 bo'lib bu tomonga o'tib ketadi, minus 1. Endi bu yerdan x qavsini tashqariga chiqarsak, m plus 1 teng bu tomon bu formula bo'lib qoladi. Ya'ni m plus 1 ning kvadrati bo'lib qoladi. Ikkalasini 0 ga tenglab olamiz birinchi. Mana m plus 1 teng 0 bo'lsa, bu yerda m teng minus 1. Buni 0 ga tenglasak, hop. Mana m plus 1 ning kvadrati teng 0. Demak, kvadrat bu tomonga ildiz bo'lib ketadi. 0 dan 0 ildiz chiqadi, minus 1 bo'ladi. Endi nima qilamiz? Ikkita tomon ham minus 1 bo'lyapti. Agar mana shu tenglamada m harfining o'rniga minus 1 qo'ysak, chap tomon bilan o'ng tomon teng bo'lib qoladi.
Bu degan cheksiz ko'p yechim bo'lib ketadi. Bizga savolda yechimga ega bo'lmaslik kerak. Yechimga ega bo'lmaslik uchun bizda hozir faqatgina minus 1 bor ikkita variant. Hozir ikkita tomonga minus 1 dan boshqa son qo'ya olmaymiz nimaga? Shuning uchun buning yechimi yo'q bo'lib qoladi. Agar minus 1 qilsak, cheksiz ko'p yechim bo'lib ketadi aslida. Lekin bizga cheksiz ko'p yechim deb so'ramayapti. Yechimi bo'lmasligi kerak dedi. Yechimi bo'lmaslikning iloji yo'q degan. Chunki m ga chap tomonga masalan nechindir bersa, o'ng tomonga ham shuni berish kerak. Baribir teng bo'lib qoladi. Ya'ni buning javobi cheksiz ko'p yechim chiqadi aslida. Bizdan so'raydigan narsa esa yechimga ega bo'lmasligi kerak. Ya'ni chap tomon 0 ga teng bo'lsa, o'ng tomon 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Xo'p, 64-misolda kaning qanday qiymatlarda? Xo'p, yechimga ega bo'lmaydi. Buni osoni shu. Buning mahrajini bu tomonga, buni bu tomonga berib yuborsak, 3 ta bu yoqqa beramiz. 5 ta bu yoqqa beramiz. Shunda kasrning mahrajini tashlab yuboramiz. 3 ta ko'paytirsak mana 9x minus 3k bo'ladi. Teng. Bu tomonda 5kx bo'ladi minus 20. Endi x bor narsani chapga, x yo'qda o'ngga o'tkazamiz. Mana 9x minus 5kx teng minus 3x plus 3k plus 3k bo'ladi minus 20 bo'lib turadi. Xo'p, bu yerdan x qavsini tashqari chiqaram. 9 minus 5k qoladi. Teng bu tomonning o'zi turadi. 3k minus 20. Ikkalasini 0 ga tenglab ishlab olsak. Bu yerda 0 ga tenglasak, kamiz 9 taqsim 5 bo'ladi. Bu bittasi. Bu tomondan k ni topsak, minus 20 plus bo'ladi. 20 taqsim 3 mana. Ikkita yechim bo'ldi. Endi mulohaza qilishga qarang. Agar chap tomonga ham, o'ng tomonga ham mana shu sonlarni qo'ysak, bu ham cheksiz ko'p yechim bo'lib ketadi. Lekin bizga bu ikkalasi ikki xil narsa. Chap tomon bilan o'ng tomonga k ga bir xil son berish kerak. Biz agar k ga 9 taqsim 5 bersak, chap tomon 0 bo'ladi. O'ng tomon 0 dan boshqa son chiqadi. Demak, chap tomon 0 bo'lib, narigi tomon 0 dan boshqa son, farqli son bo'lsa, demak buning yechimi bo'lmaydi. Chunki 0 hech qachon manfiy songa ham, musbat songa ham teng bo'la olmaydi. Lekin k ga 20 taqsim 3 ni qo'ysak, o'ng tomon 0 bo'lib ketib, chap tomon 0 bo'lmay qoladi. Bizga hozir 9 taqsim 5 degan javobni olamiz. B javob to'g'ri bo'ladi. Sababi chap tomon 0 bo'lishi kerak, o'ng tomon 0 bo'lmasligi kerak. Keyingisi 65 dan 69 gacha. Endi buni savoli cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish kerak deb tenglamada. Xo'p, baribir qiladigan ishimiz o'zgarmaydi. Mana x bor narsani chapga, x yo'qda o'ngga o'tkazaveramiz. Xo'p, bu yerdan mana x bu tomonga minus bo'lib keladi, teng 1 a ning joyiga a minus a plus a bo'ladi. A plus 1 1 plus a ekansi. Demak, bundan x qamchisidan tashqariga chiqarib olsak, uzr. Mana bu minus 1 tomon a minus 1 bo'ladi. Chunki minus a plus bo'ladi. Minus 1 o'z avvaldan bor. Xo'p, bu a minus 1 teng bu tomon ham a minus 1. Ikkalasidan ham a ni topsak 1 ga teng bo'ladi. Sababi minus 1 ikkalasida ham plus 1 bo'ladi. Bo'ldi, mana ikkalasi bir xil son chiqdi. Bu degani hozir a ning o'rniga shu sonni qo'ysak, chap tomon ham 0 bo'ladi, o'ng tomon ham 0 bo'ladi. Cheksiz ko'p yechim bo'lib ketadi. Demak, to'g'ri javob a bo'lyapti. Xo'p, keyin 68 ishlaylik. Mana birinchi qavs ochiladi. 10ax minus 10 karra 1 10 teng. Bu tomonda 2a minus 5x minus 9. 5x ni bu tomonga o'tkazamiz. 10 bu tomonga o'tib ketadi. Hop, mana bu yerdan yozaylik mana. 10ax 5x plus bo'lib keladi. Teng. Bu tomonda 2a bor. Minus 9
plus 10 bo'lib keladi. Hop, bu yerdan x qavsini tashqariga chiqarsak, 10a plus 5 teng bu tomonda 2a plus 1 bo'ladi. Ya'ni minus 9 ga plus 10 plus 1. Buni 0 ga tenglaymiz. Bunda a ni qavsini tashqariga chiqarsak, minus 5 taqsim 10. Demak 5 bilan 10 qisqarsa a teng minus 2 dan 1 ekan. Bu tomondan a ni topsak ham plus 1 minus 1 bo'lib ketadi. Minus 1 taqsim 2 degani. Ikkalasi minus 1 taqsim 2 bo'ldi. Demak minus 1 taqsim 2. Ya'ni minus yarim degan narsa hosil bo'ladi. Hop, bu shu bilan tugadi.